Mayli, xo'p. O'zim telefon qilaman. Xo'p. Labey. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Uzr, bezovta qilib qo'ydim. Ha, yo'q. Men mashina mahallida turaman. Qanaqa tushuntirsam ekan? Men gadoy emasman aka. Prosta ishsizman. Endi erkakchilikda bo'lib turar ekanda. Bugun iftorlikka uyda to'g'risini aytsam hech narsa yo'q ekan. Keyin bolalarimga ham tagli olishim kerak edi. O'shanga bir kunligimga Murusga yordam qilib tura olasizmi deb o'tdim. Iloji bormi? Bir gap aytaman, xafa bo'lmaysizmi? To'rmunchalik sog' ekan. Baquvvatgina yigit ekansiz. Odam bu gavda bilan qancha ish qilsa bo'ladi? Ishlasangiz bo'lmaydimi? Yo'q, ishlayman.